Samarqandliklar bormi? Samarqandliklar aktiv ko'taramiz. Biza bugun Samarqand viloyatida joylashgan Pastarxon tumanidagi Akmal akamiz xonadonlarida biz bu yerda 40 kilovatlik gibrid stansiya quyosh panellari o'rnatib berganmiz. Bu yerga biza Jinko panellari hamda Solis invertorlari, Auxol Craft akkumulyatorlari, litiy akkumulyatorlar bilan o'rnatib berganmiz. Eng sifatli akkumulyatorlar bilan o'rnatib berganmiz. Ya'ni akkumulyatorlarni ishlashiga ham kafolatiga 10 yil garantiya beramiz. Panellarimiz esa Jinko panellari bu aytganimizdek Neo 3-avloddan 650 wattlikda o'rnatib berganmiz. Endi profillarimizni ko'rgan bo'lsangiz, profillarimiz to'rtlik, ya'ni 4x4 profillari bilan juda sifatli qilib o'rnatib berganmiz. Ayniqsa ana u asosga qotirishlarda ham alohida e'tibor qilganmiz. Kraskalanishi hammasi zo'r, idealni qilib tayyorlab berganmiz. Biz bu mijozimizga o'zgacha yondashdik ishimizga. Ya'ni profillarimizni har bitta shu chiqqan joylariga ochiq qolmasligi uchun, ya'ni suv kirmasligi uchun probka o'rnatib berganmiz. Ya'ni suv kirsa, zanglab ketishi mumkin. Shuning uchun probka qo'ydik. Bu profillarimizni 20 yil ishlab berishiga kafolat beramiz, ya'ni. Endi aytadigan bo'lsak, krepleniylarimiz har doimgidek alyumin qilingan, bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Xullas, bomba qilib o'rnatib berganmiz, bomba. O'rtoqlar, ko'rib turganlaringizdek, bu 40 kilovatlik stansiyamizga mana bu Solis invertorlari, Craft litiy jelezofosfat akkumulyatorlari, xo'p, mana bu yerda mana quyosh panel avtomat zashtalari, bu yerda xo'p, averlar, hamma narsa tayyorlangan. Sho'chiga ham shu yerga olib ketib qo'ydik. Mana bu yerda stabilizatorlar, ya'ni mana ko'rib turganlaringizdek, boya aytganimdek videoda напряжение 176 mana ko'ryapsizmi? Bitta faza 196 mana. Ko'rsating operator yaqinroq. Mana 175. Mana 200 mana bu 200 volt. Demak, biz to'g'ri yechim qilib berganmiz bu yerga. Har bitta fazasiga 30 kilovatlik stabilizator qo'yib berganmiz. Endi напряжение bir xil ishlashi uchun. Bu nima uchun kerak bizga? Bu ana bu stansiyani normal holatda ishlashi uchun kerak bo'ladi. Ya'ni kuymasdan, hech qanaqa avariya holat chiqarmasligi uchun kerak bo'ladi. Zashtalarni ko'rsating, keling. Qarab, quyosh panellariga biz qo'yilgan zashtalarimiz, portaxentillarimiz. Mana bu ognetушитель avtomat deyiladi. Bu mana bu yerda yong'in chiqqan holatda mana bu nimasida o'sha nima deydi? Yonib keladi-yu, mana shu yerdan vizrib berib portlaydi. Mana uzeplar, mana Benny uzeplardan foydalanganmiz. Benny ana DC avtomatlardan foydalanganmiz. Xullas, eng sifatli mahsulotlardan foydalanganmiz. Bu yerda tarmoq bilan nima uchun aver qo'yilgan mana tayyor. Bemalol o'z vaqtlarida nasrga qo'yilgan, shuning hisobiga o'chirib ishlaydi. Bu yerda sho'ching avtomatlar ham shu yerda. Bu o'sha gilamli avtomatlarimiz. Xudo xolasa bu xonadonimizga bundan buyog'iga svet degan muammo bo'lmaydi. Svet напряжение past bo'ladimi? Deylik, svet o'chsa ham tarmoqda bu yerda постоянный svet bo'ladi. Xonadonda svet yonib turadi. Ya'ni mana bu stansiyaning hisobiga. Asosiysi bu gibridni stansiyani yaxshi ishlashini ta'minlab beradigan yana bitta narsa bor. Operator ko'rsating, konditsioner. Bu xonamizga konditsioner qo'yilgan. Bu xonamiz bir xilda qishin yozin bir xil temperaturada ushlab turadi. Ya'ni mana bularni ishlashini umrini uzaytirib beradi. Akram aka, mana hozir biz siz xonadoningizga o'rnatib berdik. Bizani siz qanday topdingiz? Bizlar Instagram orqali akamizni topdik. Buxorodan keldilar. Bizlarga quyosh panel 40 kvadratlik qo'yib berdilar. 40 kilovatlik. 40 kilovatlik. Mana o'zi ishlab ketdi, xudoga shukr. Ishlarimizdan mamnunmisiz? Juda ham zo'r. Mingdan ming rozimiz. Sifat qanday ekan, sifat? Juda ham zo'r. Boshqalarga ham tavsiya qilasizmi? Hammaga tavsiya qilamiz. Akamizga telefon qilishingizni. Juda ham sifatli. Hammasi zo'r. O'zi ishlab ketdi. Rahmat. O'rtoqlar, kimga bizni xizmatlarimiz kerak bo'lsa, viloyatdan, qaysi viloyatdan bo'lishidan qat'iy nazar bizga aloqaga chiqsalar, biz o'sha viloyatga borib, o'sha mahallaga borib quyosh panelini bemalol o'rnatib beramiz. Sifatli quyosh panelini o'rnatib beramiz. Muammo bo'lmaydi o'rtoqlar. Bu samarqandlik mijozimizga biz o'sha gibrid stansiya o'rnatib berganmiz. Bu stansiya endi qanday desam, avtonomniy bo'ladi-da. Masalan, bu yerda o'zi svet o'chishlari, напряжениyaning pastligi ko'p ekan, shunaqa bir sezilarli darajada напряжение tushib ketar ekan. Xullas, keyin svetlar ham tez o'char ekan. Shuning uchun bu yerga nima deydi, asobiy gibrid stansiya qilib berdik. Shu svet bo'lmasa ham bu yerga svet bo'ladi, постоянный. Yili 12 oy svet bo'ladi. Chunki 40 kilovatlik invertor,
40 kilovatlik panel, 40 kilovatlik nima akkumulyatorlar bor, sig'imlari bor. Ya'ni tokdan umuman muammo yo'q. Bemalol xohlagancha vodovon qilib ishlatsalar bo'ladi. Umuman muammo bo'lmaydi u uchun. Endi xizmatlarimiz, masalan, ishlarimiz sizga yoqqan bo'lsa, bizga bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Nomerlarni pastga yozib qo'yamiz. Biz sizlarga shunaqa eng sifatli mahsulotlar bilan sifat ishlarimizni ko'rsatib, quyosh panellarini o'rnatib beramiz. Videoga bitta like bosib, bizga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin.